Sotuvchi operatorlar mijozlar bilan qanaqa gaplashayotganini analiz qilib, kontrol qilishni xohlaysizmi? Demak, bu video siz uchun. Chunki aynan bu videoda asosiy og'riqlarni olib chiqamiz. Sotuv bo'limining nazorati hech qanaqasiga uni tepasida turish orqali bo'lmaydi. Bo'lishi mumkin, lekin har doim ham siz sotuvchilarning tepasida tura olmaysiz. Chunki tepasida turganingizda boshqacha suhbatlashish, ketganingizdan keyin boshqacha gaplashish mumkin. Hozir bitta operatori borini ham gapiryapmiz, 2 ta, 3 ta, 5 ta, 10 ta operatori-ku gapirmasa ham bo'ladi, to'g'rimi? Demak, asosiy bugungi videomizdan maqsad qisqa va lo'nda bo'ladi. Xodimlarimni mijoz bilan bo'layotgan suhbatini analiz qilmoqchiman, eshitmoqchiman, qanaqa gaplashyapti, nima sababdan va hokazo. Nimaga bu mavzuni ko'taryapman? Chunki mana bugun ham shaxsan o'zim bir akamiz bilan gaplashyapman. Reklamaga pul sarfladik deyaptilar. Bir oyda 400 tacha, adashmasam 10 kun ichidami 400 tacha lead tushib keldi, murojaat tushib keldi. Lekin undan atiga bir 30 ta 40 tachasiga sotdik, qolganiga sota olmadik. Gap nimada edi desam, keyin men xodimimni aytib nazorat qilishni boshladim va shuni bildimki, xodim aytaylik mijozlar bilan yaxshi gaplasha olmagan, to'liq ma'lumot bera olmagan, qissa ko'tarmagan va hokazo shunaqa qo'ng'iroqqa aloqador muammolarni aytib beryaptilar. Ha dedi. Aynan u klientimiz IP telefoniyaga qiziqgan edilar. Men aytdimki, aka, aynan shu muammoni avvalroq yechganimizda, ya'ni 1 oy oldin yechganimizda, demak siz 30 ta 40 ta emas, balki 100 tacha mijozga sotishingiz mumkin edi. Chunki siz kech bilib qolgansiz, operator mijoz bilan qanaqa gaplashayotganini. Endi mana shu muammo sizda ham bo'layotgan bo'lishi mumkin. Siz hali prosta uni tushunmadingiz. Siz o'ylaysiz, hammaga ishonaman, hammaga bilaman, lekin bizda odam faktori. Shaxsan o'zimizda ham bo'ladi, ba'zi bir klient bilan kelisha olmaymiz yoki ko'pincha nastroyeniyamiz bo'lmay qoladi, misol uchun-da, odam faktori. Shunchaki mijozni oldiga olmadigi, o'xshamadigi, telefon qilmaymiz kerak bo'lsa, misol uchun-da, ko'rganmizni shunaqalarni va o'tkazib yuboramiz. Bu endi mijoz yo'qoldi degani, misol uchun. Shunaqa holat sizda ham bo'lishi mumkin. Siz bu yoqda reklamaga pul sarflab tashlayapsiz, bu yoqda nimaga sotuv bo'lmayapti degan savol kelyapti. Undan tashqari reklamaga sarflayotgan pulingiz o'zini-o'zi oqlayaptimi, yo'qmi? Ya'ni reklama qilyapman degani sotuv oshishi kerak degani emas, chunki reklama sifat darajasi bor. Ana shu reklamadan kelayotgan murojaatlar haqiqatdan ham sizning klientlaringizmi yo'qmi? Buni bilishi yagona usuli bor. Yagona usuli prosta telefon qilganda mijozdan so'raydi, to'g'rimi? Siz kimsiz so'raydigan savollari bor. Eshik ishlab chiqarsangiz, qayerdansiz, qanaqa eshik turi kerak, nimadan qilingan bo'lishi kerak, qanaqa razmer, misol uchun-da. Tur firma bo'lsangiz, nimaga qiziqyapsiz, qachon uchmoqchisiz? Lekin telefon qilganda, "Yo, men adashib qoldirgan ekanman, yo, men hozir uchmoqchi emasman, yo, menga hozir eshik kerak emas" deydigan bo'lsa, tabiiyki mijoz sifati juda ham past bo'ladi. Buni bilish uchun ham bu aytaylik ovozlar yozib olinishi kerak, analitika bo'lishi kerak va hokazo. Bunaqa imkoniyatni sizga bu yuqorida aytib o'tganda IP telefoniya beradi. Siz bemalol xodimlaringizni ovozini eshitasiz, mijozlar sifatini ko'rasiz. Konflikt vaziyatlar bo'ladigan bo'lsa, tabiiyki u muammolarni ham ovozli yozib olingan bo'ladi. U muammolarni hal qilish imkoniyatimiz bo'ladi, xudo xohlasa. Ya'ni IP telefoniya juda ham ko'p funksionali bor. Birinchisi ovoz yozadi, ikkinchisi bitta nomer bo'ladi. Ya'ni Uchtelekom yoki Sarkordan nomer olishimiz kerak bo'ladi, misol uchun. Lekin bitta nomerdan bir nechta odam foydalana oladi. Xohlasa kompyuter, xohlasa telefondan foydalanadi. Eng asosiysi rasmiylik beradi. Assalomu alaykum, falonchi korxonaga telefon qildingiz, falonchi korxona hozir operatorimiz sizga javob beradi. Ish vaqtidan tashqarida asosan bilasizlar, vodiyda, regionda, o'sha viloyatlarda любой payt telefon qilishadi. Bizning o'zimizda ham bo'ladi. Soat 9 da ham, 10 da ham misol uchun-da. Lekin u holatda hech kim telefonni ko'tarmasa, tabiiyki mijoz yo'qolib qolishi mumkin. Sizlar faqat unga qaytib qilishingiz uchun. Lekin o'sha paytda ovozli xabar qo'yib qo'yadigan bo'lsanglar, assalomu alaykum, hurmatli mijoz, bizning ish vaqtimiz 9 dan 6 gacha, siz bilan ish vaqtida bog'lanamiz, misol uchun. Shunaqa qulayliklari ham bor. Qisqasi, mana shu muammo, ya'ni xodimlar nazorati muammosi bo'lsa, ularni tepasida turmasdan, siz misol Dubayga keting, dam olgani, bemalol IP telefoniya orqali kontrol qilsangiz bo'ladi. Endi bunga qo'shimcha, agar CRM o'rnatadigan bo'lsangiz, umuman sotuv bo'limini nazorat qilasiz. Qancha murojaat kelib tushdi, kim bilan ishlayapti, qaysi etapda turibdi, o'ylab ko'raman, keyinroq olaman, sotib oldi, sotib olmadi, bilmayman. Любой. Eng qulayi yana bitta plyusi bu xodim ishdan bo'shab ketadi, yangi xodim kelsa, o'sha xodim ishini davom ettirib ketadi. Tushundingizmi? Eng katta muammo. Hozir men ishdan bo'shasam, siz ish xodimingiz bo'lib
Men oldingi gaplashgan 50 ta, 100 ta, minglab klientlarimni hech qaysini men sizga yuqori ehtimol bilan aytib ketmayman-ku, to'g'rimi? O'tirib. Aka, mening klientlarim bor edi, menga aloqaga chiqish kerak, men ertaga kelaman, men olib kelaman, bir oydan keyin, men bir yildan keyin kelaman degan deb hayotda aytmayman, chunki o'zimning esimda bo'lmaydi. Lekin tizim bo'ladigan bo'lsa, tizimda hamma narsa saqlanib qoladi, ovozlarim kim bilan qachon gap kelishi haqida hamma ma'lumot saqlanib qoladi va ishni davom ettirib ketadi. Biznes bu uzoq muddatli strategiya. Ya'ni bugun qildingiz, ertaga bo'ldi. Bunaqa narsa ketmaydi. Hozirdan tizimli, tartibli ishlaydigan bo'lsanglar, Xudo xohlasa sizlarning biznesinglar ham kengayadi, kichik biznesdan o'rtadan kattaga o'tasizlar. Asosiy muammo ham shunda, biznesni tartibga solinmagani hisobiga biznes kichkinaligicha qolib ketadi, faqat o'zimizni boqadi, qo'pol qilib aytganda, to'g'rimi? Lekin biznesni kattalashtirish vaqti keldi. Bu esa tizimlashtirish orqali bo'ladi. Murojaat qilasizlar. Men Bekzod Xanov, kompaniya BT24 avtomatizatsiya bilan 4 yildan beri shug'ullanamiz. 150 dan oshiq loyihalar, IMS CRM, IP telefoniya, Bittrex, Moiscloud programmalari bor. O'rnatamiz, o'rgatamiz, podдержка qilamiz. Mutaxassisga murojaat qiling, quyidagi raqamlarga telefon qilsangiz bo'ladi. Chin dildan konsultatsiya beramiz. Qildirmoqchi bo'lsangiz, inshaalloh siz bilan ishni boshlash nasib qilgan bo'lsa, tabiiyki boshlaymiz, o'rnatamiz, o'rgatamiz. Hammaga rahmat, podдержка qilishingizdan chiqmasin. Obuna bo'lasiz, like bosasiz, kommentariy yozib qoldirasiz. Sog' bo'ling.